sizlarga, dada sizlarga aynan ushbu xonadonimizni 100% yoqadi. Aziz obunachilar, sizlarga zo'r obyektimizni olib qo'ydik. Olmazor tumani, Mevazor mahalla, Mirzo ko'chasida, yo'lni 100 metr masofada, ya'ni Sham Center'ning to'g'risida katta bepoyon yo'liga ega, yashil hududlardan iborat, 2.7 sotuv maydonga ega, 360 kvadratdan iborat yep-yangi New Classic formatda qurilgan xonadonimizni havola etamiz. Aziz do'stlar, paradniy vhoddan kirib kelishingizdek naq ikkita mashinaga mo'ljallangan vyezga ko'zingiz tushadi. Narujniy parkovkamiz ham ikkita mashinaga mo'ljallangan hududi ham mavjud. Bu yoq taraf so'kinli etajimizdan отдельный vhodi va ichkaridan ham kirsa bo'ladi. Yashil hududlarimiz, освещение va общий уборный xonamiz. Главный vhoddan kirib kelishingizdek qadrli do'stlar, shikarniy vidga ko'zingiz tushadi. Освещение, подсветкаlar qilingan, New Classic formatiga juda ham kreativni yondashilgan, teplый pollar qo'yilgan. Ikkala tarafimizda обувная zona, ya'ni stroyniy mebellar bilan jihozlangan. Endi bo'lsa ayollarimiz eng sevgan xonalardan biri oshxonamiz, TV zona, холодильник zonasi, mikrovolnovka va duxovkalarga отдельный zona qoldirilgan, kuxna garnituri, panoramniy okna, o'rtamizda joylashgan o'zimizning astrovokimiz mavjud va undan tashqari domofon, klimat kontrolli. Navbatdagi xonamizni er-xotinlar uchun yotoqxona, lekin o'rtada dushovoy formatda o'zini sanuzeli mavjud. Yotoqxonaga kirib kelishingizdek stroyniy mebel, ya'ni shkafga ko'zingiz tushadi. Bu yoqda bo'lsa o'zini avtonomniy sanuzeli. Endi bo'lsa eng zo'r fishkalardan biri kichkinagina o'zini ixchamgina kompaktniy balkoni ham mavjud. Eng zo'r elementlardan biri. Shunga to'xtaladigan bo'lsak, New Classic formatida отопительный sistemasi ham mavjud. Endi navbatdagi xonaga o'tamiz. Men eng sevgan xonalardan biri zalimiz. Zalimiz ham juda ham добротный, keng, bepoyon qilingan, fayzli xonadon. Bu yoqda bo'lsa, zaldan отдельный выходimiz, ya'ni boyagi spanlidan chiqiladigan balkonimiz. Ikkinchi qavatimizga to'xtaladigan bo'lsa, qadrli do'stlar, 3 ta yotoqxona joylashgan, o'zini sanuzellari bilan birgalikda kichkinagina holimiz, obzorimiz juda ham shikarniy, ikkita oynasi mavjud, полностью ko'cha ko'rinib turadi. Bu yoqda bo'lsa, endi o'zimizning avtorskiy proyektga qaraganda ikkita kutubxona qilib, juda ham chiroyli formatda o'zingizlarni avtorskiy vkusinglarni kirgizsanglar bo'ladi. Endi bo'lsa yotoqxonalarga to'xtalamiz. Birinchi yotoqxonamiz, ya'ni ikkinchi qavatdagi ikkinchi yotoqxona hisoblanadi. O'zini avtonomniy sanuzeli bilan birgalikda chiqib kelishlarimizda o'zini общий sanuzeli ham mavjud, qadrli do'stlar, ya'ni vanna formatda, o'zini уборнийлari bilan birgalikda va undan tashqari ikkinchi yotoqxonamiz juda ham katta qilingan. Har bir xonamizda sirkulyatsiyaga joylar qoldirilgan. Har bir xonamizda havo aylanish sistemasi juda ham chiroyli. Endi navbatdagi xonamiz 3-yotoqxona, ya'ni umumiy olib aytganda 4-yotoqxonamiz hisoblanadi. So'kinli qavatga to'xtaladigan bo'lsa, qadrli do'stlar, planirovka open space, ya'ni svobodная planirovka, lestnichная zonani yonida bitta xonaga joy qoldirilgan. Bu yoqda bo'lsa, kattagina bilyardniy xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Sirkulyatsiya, ya'ni oynalari mavjud, taroq shaklida devorlar qilingan. Pollariga to'xtaladigan bo'lsa, xonadon egalari chiroyli qilib berishadi va eng kerakli xonalarimizdan biri ta'minot xonamiz, ya'ni kotelniy xonamiz va undan tashqari o'zini отдельный выходi ham mavjud. Xonadonimizning atrofida maktab, bog'cha, infratuzilma, transportniy razvyaska barcha sharoitlar qilingan, qadrli do'stlar. Narxiga to'xtaladigan bo'lsa, 305 ming AQSh dollar belgilandi. Yana sunnatiga muvofiq kelishiladigan joy bor. Boya aytganimdek, sizlarga yoqadi dedim-ku. Yangi xonadonimizni qo'ldan boy bermanglar. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.